Bilasizmi, shunday insonlar bor, qitqaling, hozirgi zamonga tegishtirib aytadigan bo'lsak. Unga yaxshi ko'rinaman deb uni qiladi, bunga yaxshi ko'rinaman deb buni qiladi. Maqsad nima? Nimagadir erishish. Lekin u narsaga agar Alloh xohlamagan bo'lsa, 100 yil yugursin, 100 yil erisha olmaydi. Agar Alloh xohlamagan bo'lsa. Alloh xohlagan bo'lsa 1 daqiqada erishadi. Va bu narsalarni Alloh kimga, qachon berishni juda yaxshi biladi. Bu juda yaxshi bilishligi bandalariga haddan ziyod mehribonligidandir. Chunki tabiiyki insonlar Allohdan birinchi bo'lib nimani so'rash mumkin? Yetishmovchilik. O'zi yetyapti unga. Qorni to'yapti. Ana shu noliyotgan insonni bir mahal yekkan ovqatini qaysidir davlatga olib borib dasturxonini ustiga qo'yib qo'ysa, ana shu taomga qarab, subhanalloh, bugun bayrammi devoradi. Ishoning, devoradi. U bo'lsa norozi. Bugun tovuq yeyapman. Kecha go'sht yo'qdi. Ya Alloh, rizqimni nimaga qiyib qo'yding? Rizqimni dolaytirib qo'yding. Bor shunaqa insonlar. Vijdonan o'zingizga o'zingiz qarasangiz ham shunaqa hissiyotlar chiqadi sizdan. Shuning uchun bir narsani tushunib olishimiz kerak. Alloh kimga qachon nimani berishni juda yaxshi biladi. Bu yaxshi bilishligi, yana qaytaraman, haddan ziyod mehribonligidandir. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki siz so'ragan, xohlagan narsani Alloh bersa, tasavvur qiling. Siz xohlagan narsalar hayotingizda bor bo'lib qoldi. 100% gunoh, ma'siyatga to'lib ketasiz. Bu gaplarimni kim tushunadi? Bu gaplarimni o'zini o'zi yaxshi biladigan insonlar tushunadi. O'zini o'zi xarakterini, yurish-turishini, puli ko'payib qolsa qanaqa muomala qilib qolishini, puli ko'payib qolsa qayerga borib dam olishini biladigan insonlar biladi bu gapini. Alloh taolo Oli Imron surasi 26-oyatda ayting deb insoniyatga aytayaptiki, ayting deyapti. Ey mulk podshohlik egasi Alloh, sen xohlagan kishingga hukmronlik ato etursan va xohlagan kishingdan hukmronlikni tortib olursan. Xohlagan kishingni aziz qilursan va xohlagan kishingni xor etursan. Ezgulik sening qo'lingdadir. Albatta sen hamma narsaga qodir zotsan. Mana shu birodarlar, hamma narsa Allohning qo'lida. Xalinlik qilib, unga yaxshi ko'rinaman, bunga yaxshi ko'rinaman deb yurishdi hech ham hojati yo'q. Boshda faqat Allohga egiladi. Muammolar faqat Allohga aytiladi, Allohdan so'raladi. Bandalarda hech ko'z yoshingizni oqizib, bandalardan hech nima so'ramang. Yordam bermayaptimi? Sizga e'tibor qilmayaptimi? Undan nari bo'lsin. Chunki hayot hali tugagani yo'q. Bugun u zo'r, ertaga siz zo'r. Buni boshqarib turgan Alloh hamma narsani me'yorini biluvchidir. Shuning uchun birodarlar, o'zingizni o'qqa, cho'qqa urib ovora bo'lishni ham kerak yo'q, chunki taqdir ham yozilib qo'yilgan. Taqdir deganda qanday tushunsak bo'ladi bu taqdirni? Siz tug'ilib mana shu so'zlarimni eshitishingiz, mana shu yil, mana shu kun, mana shu soat, mana shu soniyada eshitayotganingiz ham taqdiringizga yozib qo'yilgan. Sizni ixtiyoringizga binoan. Tushunyapsizlar nima demoqchiman? Shuning uchun harakatdan to'xtash kerak emas. Halol mehnat, Allohdan so'rab, so'ragan narsaga yarasha mehnat qilamiz.
Alloh albatta beradi. Va bitta narsani eslab qoling, shu narsaga inson har tomonlama tayyor bo'lish kerak. O'zini tiya olish kerak. Gunoh ma'siyatga botib ketish kerak emas. Tushunyapsizda? Agar boylikni bergandan keyin ham siz gunoh ma'siyatga botib ketadigan bo'lsangiz, bu boylik sizga zarar keltirib. Agar boylikni bergandan keyin siz o'zingizni bosib, kibr qalbingizda paydo bo'lmasdan muhtojlarga zakotlarni ajratib qo'yadigan bo'lsangiz, Alloh sizga bu boylikni mukofotini beradi.